Assalomu alaykum muhtaram anglag'uchi. Anglayotganimiz Sharq Turkiston radiosi programmasining Turkiyadan anglatilayotgan anglatishi. Bugun anglaydiganinglar marhum shoir Abdurahim O'tkirning Xajli xoinlar Xashlar nomli she'ridan deklamatsiya. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Xashli xoinlar ey xashlar, bu elning molini xashlar. Yetishmay qolsalar u ham, elibsan jonini xashlar. Xenimga osma deb xashlar, begimga tasma deb xashlar. Talon tarajidan qolgan parcha nonini xashlar. Dehqonga ochqizib bo'zni, do'konga to'qitib bo'zni. Silib olvonni 100 qatlam, ichibsan qonini xashlar. Ko'lida beliqi ko'p deb, yer osti boyliqi ko'p deb, qadamda ming tepib hiyla, ichibsan qonini xashlar. Palani oqchidur ko'kchi, bu o'tkirmi yomon do'qchi deb parchalab bu millatni, setibsan iymonini xashlar. Muhtaram anglag'uchi, yuqorida anglab o'tganingiz marhum shoir Abdurahim O'tkirning Xajli xoinlari Xashlar nomli she'ridan deklamatsiya. Mikrofon oldida Abdulaziz Qaraxonni. Yoqtirib anglag'aninglarga rahmat. Kelarki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.